Aleyküm. Ustoz kirdilar. Voalaykum. Ustoz kirdilar. Ustoz. Ustoz. Ishqilib aniq liftdamidingiz? Aniq liftda edim. Mana chap. Shoshib chiqib keldingiz-da, shunga Qayerdasiz aytolmayman. hozirda? Abduqodir Husanov o'yinni sharhlagani keldim. Ha, uni bezada qilib qo'ydingiz-da. Yo, men o'zim taklif qilinganiga endi salonga vojibku endi Ali olish shuning uchun kirib qo'ya qoldim ozgina bo'lsa. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Yo'qsin. Rahmat. Rahmat. Qarang, bir kishi Koreyada, bir kishi Atlantika okeani o'rtasida. Siz mana studiyadasiz. Kepka kiyib olsam sizlarga o'xshar ekanman kepka. Ketib olaymi? Atvet joyida bo'ladi, joyida. Kiy. Darhol kiying. Hozir siz kirmasdan oldin ukamga aytayotgandim. Yana 8 soatdan keyin ayni Titanik cho'kib ketgan joydan o'tamiz. O'tamiz. Shu fe'l juda xunuk so'z gangrar ekan, o'tamiz. Inshaalloh o'tamiz. Kechib o'tamiz. Olmosh fe'lga Eson-omon yetib olinglar, xudo xolasa uchrashamiz. rahmat. Xudo xolasa. Hamma Rahmat. borsa kerak, o'tinglar. Xudo xolasa, xayrli ket. O'yinni ko'ringlar. Xudo xolasa. Ovozlaringizni zapis qilib edit qilamiz ovozlaringizni. Inshaalloh. Salomat bo'lasizlar. Qarang, bir vaqtda o'zida 9000 ta obunachilarimiz kuzatishyapti-ya. Ya bo'lish hozir 10 metrdan oshgan edi. Menga bir 5-6 ming qo'shildi shekilli. Siz kirganingizdan keyin qo'shildi. Aka, siz o'zingiz chiqmasangiz men chiqara olmayman sizni. Bo'ldi, men o'zim chiqaman. Yo, to'g'ri ma'noda bu kelishdi. Yo, mana to'g'ri ma'noda tushundim. Bildim. Men o'tirib oldim. O'yin qanchadan keyin boshlanadi? Boshlandi. Yo, Yo'q, boshlanmadi. 45 minutdan keyin tayinlaniladi sal. Zo'r. Abduqodir Asnovadami? Asnovada. Hozir ko'rinsa asnovda. Asnovada hozir boshqa o'yinchisi ham yo'q-ku. Normal. Shu 150 million taklif qilmoqchi ekan Chelsea, shu gap eshitdingizmi siz ham? Ha, eshitdim. Bermaydi 150 millionga. Bermaydi chunki Abduqodirdek o'yinchi hozir Angliyada yo'q menimcha. Har qanaqasiga-da, marketing tomonlama ham. Markazda. Da. Tim bo'lib Abduqodirda hali oldinda juda katta potensiali bor. Inshaalloh. Xudo xolasa, da. Xolam o'g'li bo'ladi-da. Yaxshi. Xayrli kun, o'zingiz sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Charchamanglar. Men hech kim anaqa premoyaga bunaqa ulanib qolmagan edim, rozi bo'lasizlar. Liftda nima qilishim bostimda qarasam turibdi. Yo, biza o'zim siz qo'l ko'targaningizga men xursand bo'ldim, sizni qo'shib. Yo, men kirdim, premo efir deb turgan ekan, kirsam qo'l ko'tardimmi, qo'l ko'tarildi deb o'yladim, ish qilib mayli. Keyin qarasam taklif qilindi. Abdurahmonni ko'rdim. Okean ustidagi odam bilan gaplashib qo'ymasak bo'lmaydi dedim. Yaxshi. Rahmat. Umrimda birinchi bunaqa kruzda suzishim. Siz umringizda birinchi marta ko'rgansiz. Ozgina zerkarlayapsiz kruz. Yana 4 kun suzamiz. Antarktida boshqa dunyo, umuman boshqa dunyo. Bu kemada na bir normal ovqat bor. Baliq. Xayrli aka, sizga ham shunaqa eshitilyaptimi? Qotdi, cho'ta qotdi. Men yaxshi istaysiz. Mayli. Ana endi xayrli qotdilar. Qizg'ir bo'l. Qotdilar. Qizg'ir qotgan yo'q. O'zi sekin qotyapmiz. Remont. Xayrli aka, Realmi, Barsami?
Ikkalasidan Xudo saqlasin. To'ppa-to'g'ri. Eng asablarga tegadigan Sog'lom savolni hayot, berdim. sog'lom hayot tarafdamiz. Xayrul aka, bitta odam biz haqimizda bir yozuvdi-yu. Ha. Yo'q, keyin lichkalarga yozib, anaqa aka-uka bo'lib, hamma narsasini o'chirib tashladi. Eslasangiz. Xo'sh. Realchi ekanmi? Yo, o'chirib tashladi deyman. Ay, yaxshi odam ekan. Hamma xabarlarni o'chirib, xatolarni tan olib o'chirib tashladi hamma videolarni. Salomat bo'lishsin. Mayli. Men kommentariyalar chiqmayapti, to'xtatib qo'yilganmi kommentariy deyman. Yo, yozishyapti kommentariyada. Yaxshi, tanani Ulug'bek kayfiyati yo'q o'tirganda bilmayapsizmi? Kommentariyalarni o'qib o'tiribdi. Shu yerda kayfiyati yo'qda Ulug'bekda, ancha Koreyada ovqatga qiynalyaptim deyman. Yo, men sizlarning suhbatinglarni buzib 3-3 lishni bo'lmaydi deb o'qib o'tiribman-da. Ya xonadon egasi lishni bo'lmaydi o'zi. Hozir sizlar maydondamiz-ku. Televizor qo'yamiz, Manchester Cityni ko'ramiz. Xudo xolisa. Rahmat. Yaxshi suhbatlashinglar, men ham sekin tayyorlaning. Rahmat, xayrli Gap so'z bo'lib ketmasin, umuman tayyorlanmas ekan bu shaxmatchilar. Tayyorlanamiz. Rahmat ustoz, Tanjoning sog' bo'lsin. Jahon chempionatini yoramiz inshaalloh. Xudo xolisa. Xudo xolis. Rahmat. Rahmat kattaga. Tayyorgarlik zo'r. Assalomu alaykum. Akam chiqdilar. Endi qarang, kommentariyada savollar mendek qimirlamayapti, kommentariy. Birro pasini bundan qilib yuboring. Bundan qimirlamayapti. Unda yaxshilab bundan qilib. Men tushunmayman mana shu onlaynlarda. Nima qilib qo'ydim? Nu, kommentariyalar men o'qib turaman sizga mayli. Tak, savol bo'lsa, marhamat. Ulug'bekjonga. Har qayerda savol bo'lsa bersanglar bo'ladi. Abdurahmon akam kelamiz, savollarga javob beramiz. Intervyu qilamiz. Ulug'bekjon, meni qiynaydigan narsa nima bilasizmi? Kommentariy bir yozsam, bir live qilsam, qaysi misolda Jizzaxdan salom, Buxorodan salom, Samarqanddan salom deyishadi-yu, hammalariga alik olgim keladi, ulgurmayman deb keyin xafa bo'lishadi. Chunki siz haqingizda ishlanilgan, siz umuman siz to'g'risida videolar yoki sizga Reels'dan chiqib qolgan har bitta videoga kommentariy yozasiz. To'g'ri, men yozaman-da, men muloqot qilgim keladi podpischiklar bilan. Mana shans. Qarang, hozir nechta odam ko'ryapti bilmayman, lekin 7783 tada 10 minutdan bir qotib turibdi. Yo, 4069 odam ko'ryapti hozir, danni beraymi? Tushib ketdi-da. Yo, o'zi boya ham sekin tushib ketdi o'zi umuman. Endi qizuv 9 minutga chiqib. Bizga savol berishyapti. Abdurahmon Fozil qaysi klub muxlisi? Yevropa miqyosida yo'q, unaqangi hech qaysi klubga bir simpatiya yo'q. Endi qaysi klubda o'zbek o'ynasa o'shalarga, Manchester City hozircha. O'zbekistonda bunyodkor. Dunyo bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi. Aniq u. Sizchi Yevropa bo'yicha bilaman, sheriklaringiz bilan tashlashib turasiz. No, bor yo'q takoy. Hype nima deydi? Vibe nima deydi? Hype emas. Yuraydi. Yo'q, hype emas, aka, futbolga u darajada jonimni bag'ishlab o'rmaganman. To'ppa-to'g'ri. Anu oxirgi paytlarda bunaqa sal kamaytirdim yana ham. Hammasi o'tkinchi, bitta futbolda bir-birimizni dilimizni og'ritib qo'ymaylik. Shunaqa aka. Da. Bugun Manchester City yutsa, yana ham chempionlikka yaqinlashadi. Xudo xolisa, o'shani kutib yurimiz nasib bor-ku. Qanday zo'r bo'ladi. O'zbek o'g'loni Angliya chempioni. Bu boshqa daraja bo'lib ketadi, xudo xolisa. Yaxshi, yoshligida shu erkalab yurib,
shikolat berib, telefon podarka qilib, bu narsa qilib turib, hali uka qilib olganman. Sal 1-2 yildan keyin blogerlik charchaganimda Abduqodir qorovul qilib olgan o'zingga Angliyaga deyman. Ishga olgin deyman. 50 ming oylik bersang yetadi menga deyman, 50 ming. Qovatlarni bersin-da. Adasi ham zo'r odam Abduqodirni. Zolotoy mujik. O'rtog'imiz, do'stimiz. Sizdan kattamilar? Menimcha mendan katta emas. Mendan kichkina. Eng qizig'i, esingizda bo'lsa, bir paytlar haligi sal to'xmatlarni toshlar tagida qolib ketuvdim-ku. Ha. Biza sabab bo'libmi? Eng qizigan payti sizlar sababchi bo'ldi. Ruxsat so'raganmiz, roziligingizni olganmiz. Abduqodir bilan o'zi imенно to'y kuni bansiga kelib turibdi-da, qarang. Unda qarasam faqat kirib kelishdi. Da, o'shanda yaxshi bo'lganda esimda. O'shandan keyin sal yumshagan, chunki o'sha payti ularni o'zi chaqirishganda meni. Tushunsam? Ularning o'zi bu Abduqodirni maqtash uchun emas. Ana Abduqodirga mashina podarka qilgan odam bor-ku. O'sha odamni bir qilganimda ro'yobga chiqarib qo'yish uchun meni chaqirishgan. Bo'lmasa men qatdan borardim unaqasiga. O'zlari chaqirib taklif qilganiga bordim. Ular ham bilishadi yaxshi. Yana bir narsa, ba'zi bir kommentariyada sen sababchi bo'lding, u sababchi deydi-yu. Bir narsani biling. Qadar peshonaga yozilgani bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Men masalan Abduqodir bilan har kuni aloqadaman. O'yindan oldin, o'yindan keyin yozib turaman. Bolam deydi, u ham meni o'g'lim bilan birga o'ynagan, Jahongir o'g'lim bilan birga futbol o'ynagan ular. Kichkinaligina. Yaxshi, Koreyada endi nima qilasiz hozir? Koreyada ertaga Jejuga ketamiz, ertaga Jeju oroliga. Koreyada 120 mingtaga yaqin o'zbek bor ekan. Abdurahmon, men hech qaysi Rossiyadan tashqari bunaqa davlat ko'rmaganman, o'zbeklar ko'p. 120 mingta bu rasmiysi, hujjatlisi. Balki undan ham ko'pdir. Men O'zbekistonda yurganda bo'laman, aka. Rostdan hamma narsa bor. Hamma ovqat, non, buxanka, ko'p narsa bor. Tandimunga bordingizmi? Tandimunga? Yo'q. Kolumbiyami? Tandimunga bormadingizmi? Yo'q, bormadim. O'sha Tandimun degan joyda hamma o'zbek narsalar o'sha Tandimunda. O'zbekistonga qachon qaytasizlar? Menda qochib qolgan savol yo'q, hech narsa yo'q. O'zbekistonga qachon qaytasiz? Tushunmadim. O'zbekistonga qachon qaytasiz? Biz O'zbekistonga 10-chi qaytamiz. 10-maydami? 10-da. 10-mayda. Ha. Bu yoqqa safarga qachon? Menga 12 yil deganda onam bilan hajga o'chirib kelgan. Xabarim bor, xabarim bor. O'shanga kelib 15-may kuni hajga ketib, bir 7-8-iyun kuni qaytib kelamizda, keyin yana Amerikaga ketamiz inshaalloh. Hajga qachon ketaman dedingiz? 15-may. Premyeraga 14-da kelishga ulgurasizmi, xudo xolisa? Yana qanaqa premyera qilyapsiz? Kino olganmiz 1,5 soatlik. O'tgan safargidek bo'lsa zo'r boraman. Undan ancha yaxshi, xudo xolisa. Zo'r. Panoramada bo'ladimi, boshqa joydami? Panorama emas. Taklif qilamiz. Katta zalida qiling, katta zalida. Yo'q, xudo xolisa niyatim shu aka, nasib. Keyin O'zbekiston kinoteatrlarida qo'yiladi. Da, shunaqa qilinadi. Kinoning nomi nima? Mana muxlislar ko'rib turibdi. Lag'mon. Lag'mon yaxshi ko'raman. Ovqatni qaramasdan qiziqadi. Qo'qolodagi lag'monmi? Shunaqa.
quloqqa osiladigan hamma O'rischa lavhalar. nomi lapsha bo'lar ekan-da. O'rischasi lapsha, qolgani rolton ketaveradi bu yog'i. Koreschasiga e, Ramyon. ramyon. Eslolmayotgandim. Ha, ramyon keyin nima bo'lar? Da buldakmi degani ham bor. Xabarim yo'q. Xudo xolasa yaxshi 14-da kesanglar, 10-da kesanglar, 14-da premyera mo'ljal qilyapmiz. Xudo xolasa ruxsatnomalarni olishga ulgurib, deyarli hal bo'lib qoldi. Olsak nasib. Inshaalloh. Kelishdik. Ulug'bekjon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, Abdurahmon aka, xursand Muxlislar, bo'ldim. tanjoningiz sog' bo'lsin. Allohning panohida sog' omon ishlarni bajarib, gazini bosib, vatanga sog' omon qaytinglar. Siz ham xuddi shunaqa. Aka, salom aka, valli qolgan akalarga ham salom ayting. Mittivoyi podpischiklari, menga o'tinglar tezroq. Sherxondan tashlaylar, Sherxondan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, kattakon Abdurahmon aka, salom aka, valinglar. Allohning panohida bo'ling. Sog'. Hop, endi tushunmayapman, nima bo'lyapti bu yerda. Endi qaranglar, biz endi azgin prямой efir uladik, bu qildik. Savollar bo'lsa bersanglar bo'ladi. Hayotiy, такой stressga soladigan. Endi sevgi haqida bilmadim-ku, sevgi haqida bilmadim. Chunki 96-yil bolalar уже 30 yosh bo'libdi. Prekin, 30. Oldin 30 yosh desa, men siz oldimga bir qari inson keladi. Shu keladi. Shu to'g'risan. Lekin 96-yil bolalar o'tiribdilar. Battle qilib. Lekin bor rostdan. Men g'alati chuvib ekan bu, tasavvur qilasizlarmi? 30 yoshda. Katta bu уже. Biz 2005, 2006, 2007larni gap so'zlarini, ularni temalarini tushunmayapmiz. Hayot shunaqa ekan, Haloyiq как будто bizaga 80, 77 примерно endi shu yildagi odamlarni gapi g'alati tuyulardi. Zachем bular ne unaqa zerikarli bo'ladirdim-da. Derdik. Shu paytda ular to'g'ri bo'lgan ekan. Biz tushunmayapmiz hozirgi yoshlarni. Короче, qo'shnim bor-ku, meni oldimga chiqib yurgan jiblajimon bor. Shu jiblajimon kechagina uyimga chiqibdi. Uni qizi, короче, mana videoyimda, postimda chiqmasa tashab ketarmish-da. Shuni ertib erinmasdan chiqibdi-da. Zo'rmi? O'shanga bitta post qo'yib bering deyapti. O'shanga nima deysizlar? Shu qo'yamiz shu post. Allo, tungi Koreyani ko'rishga chiqmadingizmi? Yo'q, chiqmadik, chunki ertaga biz Jejuga ketamiz. O'zbekiston, Koreyada bitta fan strecha qilish niyat qilib qo'ydim, chunki juda ham ko'pchilik yozdaki, ko'rishaylik, ketib qolyapsiz, borgan joyingizdan u bu deyishyapti. Shuning uchun ko'pchilik ovora qilib qo'ydim deb o'ylayman. Tak что shu bitta paytni belgilab, Jejudan yana Seulga qaytib kelgan paytimiz ko'rsak bo'ladi, xohlasa. Yomon ishlagan Jeju, Seul. Sadoqatni prikol qilib bering. Voy. Sadoqatni prikol. Qanday qiladi sadoqatni prikol? Prikol. Nega Abdurahmon aka bilan birga bo'lmadingiz? Yo, Abdurahmon akaning o'zlarining planlari, o'zlarining jamoalari, o'zlari bilan birga qilingan komandalari bor, ular o'zlari ketishdi. Sigaret chekasizmi? Sigaret. Keyin yana kino olish niyat bor. O yaxshi savol bo'ldi. Kino olish planimiz bor. Sababi kino boshqa dunyo ekan. Juda ko'p narsalar boshqacha ekan. Juda ko'p narsalar qiyinroq. Mana bu ijod deylar ekan, kino mahsuli ijod deylar ekan. Endi, конечно, bilmayman, ko'ramiz endi. Xudo xolasa bu qanchalik O'zbekiston bozoriga to'g'ri kelishi, qanchalik kinodan baribir bizda ko'pchilik qochganda, kinoga biz sabab bo'lib qololmaymiz. Ko'pchilik ishlashgan uchun katta mana qolgan odamlar ham kino olishyapti. Ko'pchilik kino olyapti-ku. Shu kinolar ko'payish kerak. Kinoni muxlislar qanday ko'ra oladi?
Kinoni xudo xolisa birinchi bo'lib kinoteatrlarda qo'yamiz, nasib. Kinoteatrlarda agar muxlislarga yoqib yaxshi ketadigan bo'lsa, пока что kinoteatrda bo'ladi. Keyinchalik ITV platformasida ko'rsanglar bo'ladi. Menimcha ko'pchilikda ITV bor, ITVdan ko'rsanglar bo'ladi. Bobur aka personaj qachon ko'ramiz yana? Bobur akani orqasida do'stim rahmatli Farhod gapirardi. Endi u emotsiyani, u gaplarni boshqa odam Farhodga yetkazib bera olmaydi. Shuning uchun Bobur aka yo'q. Zaprosni oching, Ulug'bek aka, Bekobodga salom yuboring. Bekobod, assalomu alaykum. Aka jigar bilan video oling, keyin kech bo'ladi. Tak, do'stingiz haqida gapirib bering. Lag'mon kinoni YouTube'ga qachon qo'yiladi? YouTube'ga qo'yilmasligi haqida aniq ma'lumotimiz hozircha yo'q. Platformalarda ko'rishlar mumkin bo'ladi. Shu. Haliyam afsuslanadigan ishingiz. Haliyam afsuslanadigan ishingiz. Haliyam nimadan afsuslanaman? Nimadan afsuslanaman? Endi unaqa narsalar ko'p, lekin endi u har xil bo'lishi mumkin. Juda ko'p bo'lishi mumkin unaqa afsuslanadigan fikrlar. Kimda salom alaykum qilaylikchi aka. Hop, assalomu alaykum. Tayson bilan jang qiling. O'z o'ylab turibman o'zi Tayson bilan jang qilib olay deb. O'sha kun Manguga borganda qo'yib beringlar dedim. Biriga bir chiqib boraman dedim. Face to face qilinglar dedim. Lichkingizga qaroring iltimos. Farhod akani zo'r odatini aytib bering. Farhodda zo'r odatlar juda ham ko'p edi. Juda ham ko'p edi. Farhodcha qaranglar. Juda ham akkuratniy, juda ham qilayotgan ishini o'ylab, 40 marta o'ylab keyin kesadigan, har bitta vaziyatga to'g'ri fikr yondashadigan, oldindan buni plyusi, minusini ko'radigan. Bitta oddiy misol, pulni to'g'ri ishlatilishiga 5 ketardim men. Pulni to'g'ri joy-joyiga qo'yib ishlatardi Farhod jigarim rahmatli. Xo'p, aka, Sanjar aka legenda bering, kutaman. Sanjar legenda. E'zoza lichkiga qarab oling. Sekin bu yerda sevgi sharbati boshlanyapti-yu. Intimiy kibr ekansiz, kommentni o'qib javob yozmadingiz, muxlisingiz edim. Kibrman, kibr. 1532 odamga aniq javob yozaman jigar. Bono opa bilan ishtirok etganmisiz? Bono opa bilan ishtirok etganmiz. Qattiq ishtirok etaman. Seul qatidasiz. Komandaga ham yangi odam olmaysizmi? Olamiz xudo xolisa, shu jarayondamiz hozirchalik. Jigar, keling, unaqa qiyin savollar bermang. Farhod akani Lag'mon kinosida rollar qanaqa bo'lardi? Qanday? Bunaqa bermaydi-ku, jigar. Hop. Taysonga motivatsiya PUBG'ga kir jigar mitimi yozyapti. Hozir aka yozing. Akazlar Koreyadan salom. Manguda urishamiz, Manguda. Final kim chiqdi deb o'ylaysiz? Bavariya yoki PSG? Bavariya chiqadi. Bavariya 3-1 yutib chiqsa kerak, xudo xohlasa. Voy, xudo xohlasa. Bavariya chiqsa kerak. Oka, ma'noli gap bo'lsin, istoriyaga deydi. Ma'noli gap, jigar. Hayotda ma'no qolmayapti. Instagramda ma'no nima qilsin? Lay. Xo'p, Busanga kelasizmi? Busanga Jejuga boramiz. Marg'ilonda komandangizga odam olasizmi Marg'ilonda? Farqi yo'q qattanligi. Akam, menga yozing. Hozir yozamiz. Qo'qondan salom. Так, Jashuga borasizmi? Koreyadan salom. Давай любой bitta подписчика ulab ko'ramiz. Любой bitta подписка. Желанияsi borlar bormi gaplashadigan, yuragida o'ti bor bunda. Dadil gapiradiganlar bormi? Ulaymiz bo'pti, bitta подписчик ulaymiz, keyin xayrli tun qilamiz, xudo xolasa bo'lmasam. Nechinchi yilsiz? Men 1996-yil 10-sentyabrda tug'ilganman. Bratishkaz olib chiqasizmi invoyingizga? Olib chiqamanmi? Ko'ramiz, videosini olib olganman o'sha kun. Uyimga kelib olgan, og'aynilar bilan kelib olgan, videosi bor. Postga qo'yib yuborsam bola tayyor turibdi. Endi bu bola endi kimlarnidir g'ashiga tegishi mumkin, kimlargadir yoqishi mumkin, shuning uchun ko'ramiz. Tayyor montajli qilib tayyor qilib qo'yganman. Chiqyapti, короче. Bratan, men chiqmasam bo'lmaydi, поддержка qiling, mahallam bolalari tudim deyapti. Kushini
Kushni edi o'zgartib bilaman. Bo'pti. Choriyev Umidbekka qo'shamiz mayli. Kushni edi. Koreyada nimani ko'rishni orzu qildingiz? Koreyani ko'rishni orzu qilgan edim. Ben bratan charchamadim. O'zbek kuchlimi, Kolumbiyami degan bor-ku. Vush charchamadi bor-ku shu. Bitta bolam qo'shib ko'ramiz mayli. Tavakkal nima bo'lsa bo'ldi. Xo'p, qaribsiz. Nega qarayman? Qaraymiz, to'ppa-to'g'ri. Bu ham bo'pti, premyerasi muxlislarga ham kela oladimi? Premyeraga muxlislar ham kela oladimi? Tak, premyeraga endi hozircha bilmadim, sababi u yerda joylar soni chegaralangan muxlislarimizni qanaqadir tartibda chaqirishimiz mumkin. Misol uchun 100 ta, 150 ta bo'lishi mumkin, balki 50 ta bo'lishi mumkin. Chaqirishib o'ylayapmiz xudo xolisa. Lekin baribir xohlasak ham, xohlamasak ham katta auditoriyani baravar bitta paytga chaqirib bo'lmaydi. Qo'shib bo'lmayapti-ku. Qo'shib bo'lmayapti. Запрос на присоединение. Taka-taka-tay, bye. Da-da-day. Ta-ra-ta-ra-tay, tay. Ra-ta-ta-ra-tay. Ular aka gaplashamiz. Ana. 5-may kuni tug'ilgan kunim. VPN kerakmi? Qolganlar qani aka? Jigar qattasiz? Hello. Ketdi radna. Ketdi bo'ldi. Muhammad Ali akani qo'shamiz bo'pti. Qo'y yog'i qilamiz bu yoqni. Qo'y yog'i. Qodir akani qo'shamiz, Qodir Tolipov. Qo'y yog'i bo'ladi, bag'. Ammo bag'i ham bor. 5-may kuni tug'ilgan kunim. 5-may kuni opachamni ham tug'ilgan kunim. Hello. Yo, men qotib qoldimmi? Nima bo'ldi? Yo, ulanmayaptim. Oka 5. Meni qo'shing. Fayoz legenda. Meni ulang. Bitta primo o'chirib boshqatdan qilaman. Meni rozimisizlar? Cho'ta qotib qoldi.